Assalamu alaykum bütün dünyadaki Uyghur qarindoshlar. Men bugun meşq qilg'ach bütün dünyadagi Uyg'urlarga eng muhim bo'lgan yurak so'zlarimni qo'yishni to'g'ri topdim. Mana yanımda tatlı qizim Umris xonim bor, ham Alanur xonim bor. Qizlarim bilan birga meşq qilyapmiz. Alloh xolasa. Har vaqt deydigan gapimiz tajovuzchi zolim kommunist Xitoylarni vatanimiz Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqaramiz deymiz. Lekin zolim Xitoyni qo'g'lab chiqarish uchun nima qilishimiz kerak qarindoshlar? Chiniqishimiz kerak. Tajovuzchi Xitoy kofirlar bilan amaliy harakat qilish uchun, amaliy kurash qilish uchun kuchli bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimizning bir hadisi bor: "Ojiz musulmondan kuchli musulmon yaxshi" deydi qarindoshlar. Men shuning uchun vatandan tortib chiniqib kelyapman. Alloh xolasa bir kun keladi, mana shu chiniqqan kuch-quvvatimizni vatanimizning mustaqilligi, qarindoshlarimizning zolim Xitoyning zulmünden kurtuluş için işletimiz. Suyumlu qarindosh, albatta chiniqish uchun qurol ketadi, tank ketadi, zambira ketadi, aeroplan ketadi. İnşallah hamını qila olamiz. Ne günümüzde deyishimizdan hojati yo'q, ham deb o'tmaymiz. Suyumlu qarindoshlarimiz, biz vatanimizningki bugunga qadar zulmda qilishininki eng cho'ng sababining biri nima? 73 yilning biri zalim tajovuzchi Xitoylar qarshi bir pay o'qatanmaganligimiz. Hatto chet eldimi bir Xitoyni cho'rgan vaqtida buni qamtanmaganligimiz. Mana mush sababimiz vatan mustaqil qilinmayapmiz. Biz Xitoyning bundan qamtishdan boshqa hammani qilib yiqitdik. Namoyish qildik, duolik beribdik. Boshliqlar bilan ko'rishibdik va kaza. Shaxsan menmi shu. Tun namoyishni qilib boqdik, oylab namoyish qildik. Hatto yillab namoyish qildik qarindoshlar. Bütün başlıkla bile güreştik. Türkiye'deki bütün baştan ayağa hemmesi bile güreştik. Kımmagan nimişimiz kaldı qarindoshlar. Kımmagan nimişimiz kaldı. Dualık birip yıktık. Ve hakazalar. Fakat Xitoyning bunun qanatmadı. Ama Xitoy vatanda neymiş qılabatıdı? 73 yıldan beri qarindoshlar vatanimizdeki bütün Uyg'urlarni cho'rgan vaqtida asta birma bir o'ttirib tugutabatıdı. Şekil o'zgarayapti qarindoshlar. Buni his qilmayapmiz. Dedim anam. Xitoylar o'ttirishi qanday boshlandi? Xitoylar vatanimizdagi Uyg'urlarni o'ttirishni vatanimizga besib kirgan vaqtimizda birinchi bo'lib kimdan boshlandi? Siyosiy yo'llardan boshlandi. Xuddi Sobit Damo'ga o'xshaydigan ana shunday bir davlatning qurg'uvchilaridan boshlandi. Siyosiy yo'llardan keyin kimdan boshlandi qarindoshlar? Askar mujohidlarimizdan boshlandi. Ya'ni vatanimiz Sharq Turkistonning 30 ming kishilik askarine ketdi. Zallo tajovuzchi Xitoy kofirlar birin-biri yo'qotdi. Siyasi yollarını baş yo'qotgan vaqtida askarlarimiz qutqazolmadi. Çünkü askarlar bizga chekilmadi, biz saqaldigan o'xshaymiz deb o'ylab qoldi. Oxirida qayda bo'ldi? Askarlar yo'qoldi, ordumuz yo'qoldi. Ordadan keyin kim yo'qoldi qarindoshlar? Shu ordu yo'qolsa, olimlar og'zidan ovoz chiqarmadi. Nima uchun degan vaqtida xuddi yahudiylarning bir gapi bor. Menga do'qinmagan yillar 1000 yil yashsin deydigan. Ashunga o'xshab biz o'lmaganlik chekilmagan ekan bu yillarlar. Biz yap qilmay turaylik dedik. Shuning bilan ulamolar ham ziyolilar buning oldini olmaganlik uchun xalqimizni zolim Xitoy kofirlarga qarshi oyoq nondirmaganlik uchun nima bo'ldi? Askarimiz ordamiz tugadi. Keyin kim keldi? Olim ulamolar keldi. Ulamolardan boshlab ulamolarni o'tadi, suladi. O'zi qarshi chiqqandan, ya'ni o'zi ishlagan emas. Keyin ulamolarni yo'qotgandan keyin yana nima bo'ldi? Xalq qaylab o'tadi. Ziyolilar qaylab o'tadi. Keyin qanday bo'ldi qarindoshlar? Haqiqiy sağlam bo'lgan ulamolarimiz chiqadi. Kim navbat kim keldi qarindoshlar? Ziyolilar keldi. Nurg'uldigan ziyolilarimizni turmush usulida o'tadi. Bu qayda bo'ldi? Buningni ko'rganda xalqimiz qarab turdi. Maalesef. Xalqimiz qarab turdi. Baylarimiz qarab turamiz, qarab turdi. Shuning bilan ziyolilarimiz bu chiqadi. Sap samimiy ziyolilarimiz chiqadi. Navbat kimga keldi qarindoshlar? Navbat sanatchilar keldi. Sanatçılarını öttedi, sanatçılarını yok oldu. Bunu mu qarab turdi? Birdan turmuş usulida öttedi. Yoki bo'lmasa hech chiqmaydigan og'zini yumdir qarindoshlar. Sanatçılardan keyin kim yiqildi qarindoshlar? Sanatçılardan keyin tajovuzchi Xitoy kofirlar kim yiqildi? Baylar keldi qarindoshlar. Amaliyotda hammasini oldi keyin bo'lib yo'q qildi. Baylarning iqtisodini oldi, yerlarni oldi, keyin o'zlarining turmush usulida. Şuna o'xshash zolim tajovuzchi Xitoy kofirlar ko'rganda birma birdan shakl o'zgartib yo'q bo'ldi.
Keyinchi unutib qo'ygan bir yerimiz var. Hatta onamızdan ko'zqidagi ballarni o'tadi qarindoshlar. Ikkidan ortiq bal tug'sa, filanliq tug'ib degan banali bilancho nurg'unlagan avlodlarimizni o'tadi. Oldi keyini balki sanashda almashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ama mana bu shunda har xil shaklda Uyg'urlarni, ya'ni musulmonlarni tugutish uchun harakat qildi qarindoshlar. Shuni voy ana qo'shqirki ballam yo'ldi qarindoshlar. Unig'im qarab turdi. Unig'im qarab turdi. Keyin nima bo'ldi? Uyg'urlar bir-biridan og'riydigan. Ulamo qarshi so'zlamagan bo'lsa, Xitoy bunday zulm qilmaydi. Ziyoli qarshi gap qilmagan bo'lsa, Xitoy bunday qilmaydi. Bayramimiz Qur'on kursga, ya diniy madrasaga, ya maktabdagi yaxshi haliga ixtisos sarf qilmagan bo'lsa, bayram tutmaydi degandek bo'lib, oxiri bu zulm kimga keldi qarindoshlar? Butun xalqqa keldi. Butun Uyg'urlarni qayda qildi zolim Xitoylar? Mushu korona deydigan Chin virusi banasi bilan-chu uylardan chiqmay, yatqizib uydan chiqmay o'tdi qarindoshlar. Ochliqdan o'ldi, kasallikdan o'ldi. Hatto o'liginiga chiqamadi qarindoshlar. Mana bu shuning bilan vatanimizda cho'rgan qarindoshlar Xitoyning zulmi har xil turda davom etib keldi. Endi bu Xitoy o'yining ichida mi o'tadi, turimida mi o'tadi, lagerda mi o'tadi? Bu yetmadi. Endi qayda qilyapti qarindoshlar? O't yiqib o'tiradi qarindoshlar. Burun qanday qilgan? O'lgan Uyg'urlarning o'ligini bami, o'ligini ko'ydagan, endi tirigini ko'ydiradi qarindoshlar. Urumchida o't ketdi deydi, u yerda o't ketdi deydi. Bu o't cho'rganda yil u yerda, yili bu yerda bo'lib o'layotdi. Faqat Xitoyning o'ttirish siyosatining cho'rgan vaqtida shekil o'zgarayotdi qarindoshlar. Ya'ni butun xalqaroniki ham xalqarodagi Uyg'urlarning diqqatini har taraf burayotdi qarindoshlar. Mana bu shunday qilish orqali zolim tajovuzchi Xitoy kofirlari vatanimiz qurilgan vaqtida, ya'ni 1933 yoki 1944 shu zamonlar qaraydigan bo'lsak, vatanimizning nufusi Turkiyaning nufusiga o'xshashdi. Ammo bugun qaraydigan bo'lsak, Turkiyadagi nüfus 84 milyon, vatanimizdagi nüfus 35 milyon. Neket 50 milyondaki nüfus o'ttirliq yo'q qarindoshlar. 50 milyon o'ylab boqinglar. Vatanimizning coğrafiya Turkiyaning cho'ng. Ikki yarim Turkiya, bir Sharq Turkistonchilik bo'ladi. Maq Uyg'uristonchilik bo'ldi. Talashadigan hojat yo'q qarindoshlar. Mana bu yerda qarasak chet elda Uyg'urlarni, sen Sharq Turkiston Uyg'uristonda talashdi bizda. Bu talashadigan masala emas. Uyg'uristonmi bizni? Chunki 6 asr 600 yil Uyg'ur davlati bo'lib, hukm surgan bir millat biz. Sharq Turkistonmi bizning? Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatimiz bizning. Chunki atalarimiz qurdi. Qaraxallimi bizning qarindoshlar. Qo'llar o'n taxtimi bizningki, podshohliklarmi bizningki, hammasi bizning. Chunki atalarimiz qurdi, bizning tuproqimiz. Buni talashmaymiz. Sening, mening demaymiz. Chunki bu Xitoyning cho'ng o'yini, bu uyon kelmaymiz qarindoshlar. Vatanimiz mustaqil bo'lgandan keyin ko'pincha xalqimiz nima xohlas shu bo'ldi. Xohlas Uyg'uriston bo'ldi, xohlas Sharq Turkiston bo'ldi. Eng muhimi nima? Vatanimiz mustaqil bo'lsin. Vatanimizdagi qarindoshlarimiz zulmdan qutulsin, vatanimiz taraqqiy qilsin, butun dunyoga o'zining borlig'ini bildirsin demoqchi qarindoshlar. Sözler bitib, yana tema hemen chet ellik Uyg'urlar kelib qoldi qarindoshlar. Mana bu shaklda kelamiz. Biz Uyg'urlar yana uyg'onmasak, yana birlashmasak, yana vatanimizning mustaqillik uchun to'g'ri shaklda yo'l mangmasak, Alloh saqlasin qarindoshlar, tajovuzchi Xitoylar vatandagi Uyg'urlarni yo'q qilib, navbat chet ellik Uyg'urlar keladi. Amaliyot kelib bo'ldi. Chet elda qayda kelib bo'ldi? Chet elga qaraydigan bo'lsak, nurg'unlagan Uyg'urlarimiz uylab tugadi. Bir Xitoyning bo'ynini qanatmay turib, milyonlar shehid bo'lgan Uyg'ur biz qarindoshlar. Ajoyib achchiq bir haqiqat. Chet elga qaraydigan bo'lsak, ba'zi Uyg'urlarimiz ayni uyan tomoshalar bilan Suriyaga ketib, Suriyada 3-4 guruh bo'lib, bir-birini kafir deb turib o'tadi. Vatanimizdagi vaqtida kafir bir edi, chet elga chiqib ko'rgan vaqtida ichimizdan kafir izlamaydigan Uyg'urlar ichimizdan kafir izlab bir-birimizni o'ttirdik, bir-birimizning qini halol sanadik. Ashundaq cho'ng bir uyan keldikki, milyonlagan insonlarimiz, milyonlagan güherdek Uyg'urlarimiz ulab ketdi. Ularning güherdek ballari, tullari yetim, tullari, ayollari tul, ballari yetim qilib qoldi. Hem mushu chet eldimi? Dunyoning har qanday qaraydigan bo'lsak, ba'zi Uyg'urlar yo'qolib ketib boradi. Ba'zi Uyg'urlar o'ltirilyapti qarindoshlar. Buni hech qilmayapmiz. Ba'zi Uyg'urlarni chet elda turib Xitoy turmush sultavatadi. Chet elda turib hatto Xitoyning konsulsining oldiga bermayapmiz. Hech kiranmayapmiz. Aç turib atgan davlatlar oldimiz to'sayotdi. Xitoyning kuchiga yetyapti. Mana mushunda mangadigan bo'lsak, Uyg'urlar o'yg'onmaydigan bo'lsak, har qanday Uyg'ur bir-birimizni qo'g'damaydigan bo'lsak, oxirida ko'rganda chet eldagi Uyg'urlarga Xitoy bir hujum qiladi ekan, qarindoshlarimiz qo'limizda qurol yo'q. Yanchiqimizga puldan tayin chaqilib,
tajovuzchi Xitoy kafirlari chet eldagi Uyg'urlarni yo'qotishga boshladi.